Endi shikastlangan nomerni uyda o'tirib ham almashtirish mumkin. O'zbekistonda avtomobil davlat raqamini almashtirish xizmati endi to'liq onlayn shaklga o'tdi. Endi eski usuldagi navbatlar, ortiqcha vaqt yo'qotishlar yo'q. Hammasini telefon orqali hal qilsa bo'ladi. Qanday foydalaniladi? Bosqichma-bosqich my.gov.uz portaliga kiring. Shikast yetgan avtotransport vositasining davlat raqami belgisini tiklash xizmatini toping. Arizani to'ldiring. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. Shikastlangan raqamning aniq va sifatli fotosuratini yuklang. Shundan keyin arizangiz ko'rib chiqiladi va sizga to'lov qilish uchun invoice yuboriladi. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng hududiy bo'limga borib, eski raqamni topshirasiz va yangisini qo'lga kiritasiz. Hammasi juda oddiy. Narxlar esa quyidagicha: bir juft davlat raqami 1.854.000 so'm, bir dona raqam 927.000 so'm. Agar siz yuklagan rasmda raqam aniq va tiniq ko'rinsa, ariza ko'rib chiqish jarayoni ancha tezlashadi. Shuning uchun sifatli foto juda muhim. Endi nomer shikast bo'lsa muammo emas. 5-10 daqiqada ariza topshirib, ortiqcha asab va vaqtni tejashingiz mumkin. Sizda ham raqam eskirib ketganmi yoki hali ham almashtirishni kechiktiryapsizmi? Ushbu xabarni mashina raqami eskirib ketgan tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.